Yaqin Sharq urushiga bog'liq tezkor xabar. AQSh va Eron orasidagi otash kesim sulhining tugashiga so'nggi soatlar qolganda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi vakillari Eronning eng so'nggi raketalar tizimi ekanligi aytiladigan Xurramshoh gipertovushli raketalarini Tehron bo'ylab namoyish qilgan. Eron aerokosmik kuchlari qo'mondonining Eron xalqiga yo'llagan xabarida shunday deyiladi: Agar bundan buyon dushman tomoni biror nojo'ya harakat qilsa va bu zaminga tajovuz qilsa, bu safarga nishonimizning cheklangan chegarasi bo'lmaydi. Eronning janubiy qo'shnilariga ma'lum bo'lsinki, agar ularning geografiyasi va inshootlari dushmanlarga xizmat qilib, Eron xalqiga qarshi tajovuz qilishda foydalaniladigan bo'lsa, ular G'arbiy Osiyo, ya'ni Yaqin Sharq mintaqasida neft qazib olish bilan xayrlashishlariga to'g'ri keladi, deyiladi bayonotda. Qurollarning namoyishi vaqtida minglab eronliklar ko'chalarga chiqishgani, Eron hukumatining bayonotlari va harakatlarini qo'llab-quvvatlashgani ko'ringan. Oldinroq Tramp otash kesim sulhi muddatini uzaytirganini va Eron tomonidan uzoq muddatli sulh uchun taklif kutayotgani e'lon qilingandi. Ammo AQSh tomonidan boshlangan Hormuz qamali davom etishini ta'kidlagan. Shunga qaramay, ko'pgina tahlilchilarning fikricha, AQSh tomoni to'liq qayta qurollanish va hujumlarni boshlash uchun qulay vaqt kutmoqda. Biz esa kuzatishda davom etamiz.